Assalomu alaykum. O'zingizni tasavvur qiling. Siz hali yo'l boshida turibsiz. Oldingizda orzuyingiz, xorijda o'qish, xalqaro diplomga ega bo'lish, hayotda o'z o'rningizni topish. Siz uchun bu orzu ko'p yillardan buyon yuragingizda turgandir. Balki bu haqida oila a'zolaringiz, do'stlaringiz bilan ko'p martalab gaplashgandirsiz. Lekin aniq yo'l ko'rsatadigan odam yo'q. Kompaniyamiz shu kungacha Rossiyaning 50 dan ortiq davlat universitetlari bilan hamkorlik shartnomalari tuzishga erishib, ularning O'zbekistondagi mas'ul vakili sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Biz hamkorlik qiladigan barcha universitetlar davlat universitetlari bo'lib, ta'lim sohasida dunyoda o'z o'rniga ega universitetlar hisoblanadi. Shu yerda abituriyentlarimizni qiziqtiradigan eng asosiy savollardan biriga javob bersam, ular Rossiya davlat universitetlariga o'qigandan keyin olingan diplomlar O'zbekistonda o'tadimi degan savolga javob bersam. 2019-yil 30-may kuni O'zbekiston hukumati bilan Rossiya Federatsiyasi hukumati o'rtasida ta'lim, malaka va ilmiy darajalarni o'zaro tan olish to'g'risida bitim imzolangan. Ushbu bitimda Rossiya universitetlarida o'qigan bakalavr, magistr va boshqa hujjatlarni O'zbekistonda o'zaro tan olish tegishli bandlarda keltirilgan. Bunday bitim hozircha dunyoning faqat bitta davlati Rossiya bilan tuzilgan xolos. Siz Rossiyaga bormasdan O'zbekistonning o'zida turib, so'rovnomalarda qatnashib yoki test topshirib yoki proktoringdan o'tib Rossiya davlat universitetlariga talaba bo'lish imkoniga egasiz. Barcha natijalaringiz Rossiyaga uzatiladi hamda talabalikka tavsiya etilasiz. Siz O'zbekistonda turib, o'qishga kirganingiz to'g'risidagi buyruqni qo'lingizga olasiz. Rossiyaga borgandan keyin qo'shimcha imtihon topshirmaysiz. Bugunni ertaga qo'ymay, qancha tez harakatlansangiz, shuncha ko'p imkoniyatga ega bo'lasiz. Bu masalada kompaniya menejeri bilan darhol bog'laning va aytilgan bosqichlarni tezroq bosib o'ting va ko'nglingiz xotirjam bo'lsin.